Eng shirin shifo do'stlarim, eng go'zal shifo. Ko'rinishini qarang, beozorimiz, bizi do'stimiz, organizmimizni do'sti, jigarimizni do'sti, yuragimizni do'sti, miyamizni do'sti. Miyaning motori, tabiiy shakarimiz, energetikimiz, qonimizni ko'paytiruvchimiz, yurak asab mushaklarimizni kuchlantiruvchimiz, yurak siqilishini to'xtatuvchimiz, qon bosimimizni pastga tushiruvchimiz, temir yetishmasligini to'xtatuvchimiz, yurak aritmiyasini tinchlantiruvchimiz, B1 vitamin, B6 vitaminimizning eng tabiiy glyukozamiz manbai, miya hujayramizni oziqlantiruvchimiz, eslab qolish qobiliyatimizni oshiruvchimiz, B5 vitamini bilan sochimizni ildizlarini quvvatlantiruvchimizdir do'stlarim. Alloh taolo mana shunday ne'matlarni yetishtirib qo'ygan. Hamma biladi. Bilmaganlar uchun bu mayiz do'stlarim, uzumda quritilgan do'stlarim. Kim uchundir kishmish hisoblanadi. Biz uchun oddiy mayiz. O'rtoqlar kuniga 10 dona och qoringa yeb yurgan odam yuqoridagi kasalliklardan forig' bo'lar ekan. Alloh taolo shifo bersin.